بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد. Biz o'tgan darsda Allohning fazli marhamati bilan suratul Baqarani tamomlagan. Undan keyingi surat Ali Imron. Bu hozir suratul Baqarada ikkisi hadisga Zahrawayn deb atalgan sura. Yani bu hadisninki fazli haqida Imom Muslim rivoyat qilgan sayyidista Iqra'uz Zahrawayni al-Baqarata va surata Ali Imron fa innahuma ta'tiyan yawmal qiyamati ka'annahuma ghamamatan. Xuddi qiyomatda mahshargohda shundan badan to'plash issiqtashi bo'lanmachi degan qolganchada sizlar o'qigan bu ikki sura xuddi ikki parcha bulutdek bo'lib keldi. Yoki ikki parcha sayvandek. Aw ka'annahuma ghayayatan, ya'ni sayvan kullikdek bulutdek bo'lib keldi. Aw ka'annahuma firqani min tayrin sawaf. Yoki ikki guruh qushlardek. Qushlar kelgandan qator tizib kelgandan bu say tushirib turgan. Tuhajjana an ashabihima. Ashu o'qigan qarilar uchun ashularni mudofaa qilib, isbotlab, faktolab biz o'qigan biz mana o'shani isbot edib, ashularga advokatlik qildi degan. Zahrawayn degan nima bo'ldi? Jamiul Azhar, Jamiatul Azhar. Fatima Zahra Azhar degan nurliq degan. Shuna Fatima Zahra degan shu. Nurona tanamli. Sayyida Fatima. Jamiatul Azhar Nurana, yani nurluq üniversite. Yani Ali bilim yurti. Ama ikki suraning Zahrawayn degani kim? Bu ikki surada hidayat nuri shunda bo'lg'achqa o'shalar ataladi. Yani Zahrawayn. Keyin Nurani sura. Demak, bu suraning fazilati haqida bunda Sayyid Islom. Ba'zi suraning fazilati haqida unda aciz mavdu acizning akasimi, ba'zi suraning fazilati o'sha fazilat uchun kifoya. Hem nima uchun surat Ali Imron deb atalgan? Chunki shu Imron oila tavobatiningki jamoatining voqealigi qissasi shu surada bayon qilingan. Ya'ni Imron bu Hazrat Maryamning otasi. Va Maryam ibnat Imron. Lekin shu kishiningki qizi, u qizdan bo'lgan Isa alayhisolamning voqealigi bo'lg'achqa surat Ali Imron deb atalgan. نزلت بالمدينة وهي 100 آية. Bu hammasidek Medine'de nazil olgan sura medeniye. 200 ayetken cemi. Yani bu şu ayetinin 200 ayet nimelerine öz içine aldığı suranın mezmunu. Daha umum bir karışak bu sura nime hakkında toktuludu dese Suratul Bakara biz okuttuk. Allah Teala'nın birliği, onun delilleri, müminler, münafıklarının sıfatları yaşın ama onların köp kısmı Yahudilerin bütün kılmış etmişlerini, cinayetlerini, kabahatlerini bayan kılıp uluğa reddiye verip beklesinler kâgen. Masuramda yani Allah Teala'nın birlikten delilleri, onların Peygamber Aleyhisselam'ın Resullük'e, Kur'an'ın hak kitabı kellike, muşularını bayan kılışıyla billah, onların Hristiyanlığa karta uluğa reddiye verip. Onların münafıklığa ama geppa. Bunun başka cihat, gazap, hac, cezanın ahkamlarını var. Sura Bakar'da mı cezanın ahkamları olan, qarzın ahkamları, cihadın ahkamları çıkan. Bu şunda. Yani ondan başka ahkamlarını bayan kıldı. Çünkü bu bir bütün gevdemdi. Birbirine az maslaşkan, çetilgan gevde olan için şu cihatla yani şu hac, cezanın hepsi birbirine bağlı getir. Allah yolunda pul sarf kılaş diyende. Ali Imron qissasi alayda bayon qilingan sura bo'lg'achqa surat Ali Imron deb atalgan. Xuddi anida Baqara qissasi bo'lg'achqa suratul Baqara deganda. Suralarning nom qo'yilishi Rasulullohning zamonida bo'lganmi? Tawqifi. Yo'q, tawqifi deng. Rasululloh ibn Biktifay. Shuma Iqra'ul Az-Zahrawayn al-Baqara va Ali Imron dedi. Rasululloh vaqtida bu ismlar qo'yilib bitilib qoldi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Yani mim de bu bir xil to'xtash vardı. Yoki Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa hu.
ulab o'qish. Qariylar buni al-vaqf val ibtida deb buni ayirdi. Mishada mana alif lam mim yoki alif lam mim Allohu deb bunda o'qisa mim hozir zivar o'qiydi. Ma nasafi debto hurrikatul mim liltiqa'i sakin. Demak mishada harakat bor edi. Mimning ustida nima harakat bor? Zivar bor. Alif lam mim Allohu. Mush qiraatda, ana mush mashhur qiraatda, bizning mush qiraatimizda bunda ulab o'qish va zivar qilib o'qish bor edi. Liltiqa'i sakinayn. Nima bo'lsa mim aslida sakinta. Alif lam mim, mim oxirgi mim mishada sakinta. Ondan al degan dadimi bir hamza bor. Tamam? Hamza tavassul deganda. Bu lam mishada sakin. Lam bilan mim hozir ikki sakin bo'ldi. Ya'ni sukunaha va sukunu lamillah mana. Allohninki lami sakin bo'ldi. Ikki sakin kelib qolgan ekan, futihat li khiffatil fath. Endi bu yer ikki sakin kelib qolganda buni bir harakat qo'ylayotsak, nimani qo'ymaysak, üç hareketning da birisini qarab qolsak, zivar qo'yish munosib. Ba'zi zir qo'yib qo'ydik-ku. Mesela lakin ixtalafu da. Nunga zivar qo'yib qo'ygan uchun ixtalafu aydi kasrdan boshlang'achqa kasr munosib tuman. Ana el degandan keyin ma zivarga bakrak munosib keldi. Endi zivar mishari yengil bo'lg'achqa og'zimizga g'achchilik qildi. Bo'lmasa zir gibi yo'tkilib bo'lib, keyin endi yana egiz ko'tarib zivar qilsak bizga ters kelib qoldi. Şuna anın maslahasını şundan mellahu diyesek asallam çıkarttı. وَلَمْ تُكْسَرْ لِلْيَا وَكَسْرِ الْمِيمِ قَبْلَهَا. لِلْيَا diyen ki pişnesil elitonlu. Yani pişkılar toktadan yayamaz. Bu cümle uluş bitirir. Yani bunun sebebi وَلَمْ تُكْسَرْ لِلْيَا وَكَسْرِ الْمِيمِ قَبْلَهَا. İşki mimin arlıqı da yavattı. Ondan undan ilgili birinci mim zivar okulgandı. Demek yavlan zir ikkisi bo'lg'achqa zir o'qimadik deydi. Asli ikkisi anda bo'lg'asa zir o'qish kerakdi. Chunki mim bilan yaga nima udilkirdi zir. Mimi, mimillah desak masalan. Lekin biz u tarafga qaramay, oxir tarafga qarasak, Alloh o'g'illik uchun zivar qilyapti deydi. Yine aş so'zg'anlikni o'ttirdi, ya'ni meshalar madda so'zg'anchoq chiqgan alif lam mim tushundingizmi? Ya hozir mim oxirgi mimni hozir sakin qilib o'qisin to'xtaylar. Alif lam mim sakin bo'ldi. Lekin alif lam mim Allohga ulashsak-chi, bir harakat paydo qilish kerak. Ya mimillahu, mimullahu, ya mimallahu deyish kerak. Nima uchun? Mulla deb desa oldingisi nima udilkanmaydi, keyingisi udilkanmaydi. Ilgirgisi pishqi udildi, mimlaya, oxirgisi zivar udildi. Lekin bu pish faqat udilkanmaydi, bu yantirib turdi. Nere to'zib qo'ydik pishni. Endi zir bilan zivar qoldi. Buni qarshi munosabat desak, biz bu oldi tarafiga mim bilan ya qarsak, zir qilsak munosib ketdi. Lekin biz bu zir qo'ymadik. Nima uchun? Tahamiyan an tavalil kasrat. Mimda bir zir, ya'ni sakin o'ndiki yana bir zir, bunda zirdan netsa aqldan kelib qolmasin deb, shunda saqlanish uchun keyingiga qarab, keyingini ko'zda tutib zir qo'ydik. Men ikki mimlarni bir yog'at bo'lsa, va tuksir lilya, ya'ni bo'lgansa zir o'qildi dedi. Ya, valam tuksir lilya, yani ikki so'zni birga juplab o'qinglar. Shuni eltinglar demaylik, ha. ولم تكسر الياء وكسر الميم قبلها. Ya mishada nima uchun zir o'qimadik deydi. Yani mimni nima uchun zir qilmadik, zivar qilyaptik? Chunki oldida zir qilsak, oldida zir vaqti, ya vaqti munosib keldi. Ikkisi bo'lg'achqa nima uchun zir qilmadingiz desa, ondan oxirida ikki zir kelib qolmas uchun deydi. Bunda tushunamiz. Mim, ikki mimning ortiqida ya bor. Rasulullohning mushtaqagan qiraat. Ya bu tavqifining bu tavjihi. Nima uchun bunda o'qilgandi desa, mana nahvshunoslar, qira'atshunoslar bir tahlil qilib qolgan. Demak, oxirdan ikki zir kelib qolmas uchun, ondan biz keyingi tarafni ko'z tutib zir qilyaptik dedi. وليس فتح الميم لسكونها وسكون ياء قبلها. Hamda mush mimni zivar o'qidi. Mallada. Bu endi ilgirki shu mim zir o'qilganlikdan endi ya'mi sakin kelganlikdan emas, ilgirki harfga asosan emas.
biz keyingini ko'zda tutdik deydi. Lavkani kadar agar ilgirikini ko'zda tutib turib, aqaqidan zirkab qoldigan deb bunda qilyaptik deydigan bo'lsak, lavajaba fathuha fi hamim. Hamimda unda aqaqidan zirkildigan shumgan ekan, ya zivir o'qasak bo'ldi. Lekin biz ani ko'zda tutmadik. Aqi qaradik deydi. Yani Allah degan so'z ko'zda tutib turib, undan zivir o'qatdik deydi. Wala yasihhu an yuqala inna fathal mim va fath hamzati Allah nuqlat ila mim. Endi manda desangiz to'g'ri bo'lmaydi deydi. Mimdiki mushu zivar, hozir biz qo'yib qo'ygan zivar, Allohning hamzasidagi zivarda ikki sakin kelgandan keyin ma hamzining ziviri ilgirki yetkeldi desangiz qamlashmaydi deydi. Lianna tilkal hamza hamzatu wasl. Çünkü bu yerda hamza qattiq olgan bo'lsa, antum bu yerda endi bir zivar bor deb qilsa bu hamza vasl olgan ekan, u zoti sakin. Müşahede aslında dediği bilmem mi bayağı olsun mu? Bayağı. Mesela Allah diyenlik sebep Allah desek mesela yani başlığa baktığımızda zırh okumamız, illa dememiz Allah diyenlik sebebimizde. He. Bu şunda dediği alımlı boğaçka şunu reddiye bir basıl. Manda desin toğır emas bu karşına geldi. Aynı diyenli bazen. Yani Allah'ın hamzisi Allah da başladık o. Bu ziver aş mimnin üstü koyaldı. Çünkü a sakin manda bo'lgan ki ma'noni yetkazib bilan chiqsin jumla o'qitmas degan bor. Ham jumla o'qitilgan bo'g'achi bu hamzat vasl bo'g'achqa unda yetkazadigan zivir yo'q uning. Demak uning a'ni do'ppisi ma'ni kaydugilmaydi. Chunki uning do'ppisi yo'q zot. Bundan o'qitmas. Hamzat vaslan tasqutu fi darji yoki durj. Darj degan shu tutashtirib vasl qilib o'qish deydi. Ya'ni kirishtirib degan bo'ldi. Hali tartibida biz asosiy kirishtirib turgan narsa bu. Demek bunu ikisini tutashtirayotgan chog'da tushib ketibdi bu. Hamzata masalan ixtilof deganda. Va tasqutu ma harakatuha. Uning bilan birga uning harakatimi tushib ketibdi. Zvarmi tushib ketibdi, yo'qolibdi. Walau jaza naqlu harakatiha la jaza va ithbatuha ghayr jaz. Misal bir so'zni qisqartirgandek turdi. Navoda uning harakatini yutkash joiz bo'lgan bo'lsa, u chog'da bu hamzat qattiq bo'lgandek bo'lib qoladi deydi. Hem bir yerde hamzanın üstüne ziverini kılıp, hamzı bağ müşahede ziver var deyiş caiz olmaz. Çünkü bu nimdigellik oldu, hamzat kat alıgellik oldu. Mesela eğer hamzatlık katı olup kalsa bir yer bulap okuşkum olmaydı. Buldu. Aynı da okuş var. Mesela king sözüne tiz okuyan çağda kaç ilgilik sözden ahir gariptin şunda adam hareketini yapılan okuluş var. Ya kat adım. Şimdi siz okuyan çağda aslında yüzgüç var. Kiriştirici var. Ve müşahede hazır onda hareketini yutkigen bir iş yok dedi. Biz özümüz yerimizden çıkarıp da ziverini koyup koyduk dedi. Allah'ın ziver okuluşuna maskasını uçuyor. Çünkü zirdinden okulup haççıda yukarı götürüp o ziverge ötkülüş tılgı ters kıldı. Ama ziverden ziverge ötkülüş tılgı yengil kıldı. Şunu leheffatiha diyen söz. Velev cazen naklu hareketiha. Bu mesela ihrada kalktı. Mi Allahu de. Mi Allahu da kalktı. Peki Allah demesek asallan. Madem velev cazen naklu hareketiha la caz. Yapıştı gider. Bu şeyde bir sözünü kıskartıp ötüştek bir ahval var. Velev caze naklu hareketiha la caze. Ve ithbatuha da. Sizde yok mu? Doğru onda olsak. İspat'a çıkıp kaptamız bir şey. Demek bu çağda ziverine şu biktikoya caiz olup kalktı. Şu biz bayatının yanında şu mazmun. Lecaz ispatuha ve ispatuha gayru caiz. Yani ona ziverden biz ne yazık koya şayet caiz olmaz çünkü emzat vasılın usulüğünde ziver yazık koysanız bulmayın. Ve eskene yazidun vel a'şa el mim. A'şa diyen muallakın. Yazid diyen kari, andın a'şa diyen kari ikisi mimni sakin kılıp okudu. And ve qata'a el alif. Demek bu ikisini ayrım ayrım okuttu. Alif lam mim. Allahu la ilahe. Yani onda toktap okuttu. Manında onda hareket etkide onda tahrik eskinde avaçlık yok. Yazid كم؟ يزيد بن القعقاع يزيد بن القعقاع أحد القراء العشرة من تاندس خضر مدني وكنيته أبو جعفر
Abu Ja'far deb mi keladi ba'zida? 128-yili vafot etgan. Demak bu tabi'in. Hazrat Abu Hurayra, Ibn Abbas qatorliq shunda sahobalardan Qur'on o'rgangan bo'lsa kerak. Endi Aisha degan kim? Yaqub ibn Muhammad. Yaqub o'g'lining kunyatini bildi. Abu Yusuf. So'yasdan da Yaqubqa. Kunyati Abu Yusufga. İsmi Yaqub ibn Muhammad. Al-Aisha. Al-Kufi. Ma Kufi qariydi. Bu qira'atni Abu Bakr ibn Ayyashdan o'rganib chiqqan. Abu Bakr ibn Ayyash kim degan? Asim. Asim Shu'ba degan kishi shu nima Abu Bakr ibn Ayyash. Shu'baning kunyati Abu Bakr. Demak Yaqub, ya'ni Yaqub al-A'sha degan kishi, Abu Yusuf al-A'sha degan kishi Kufa qariylaridan. Bu kishi Shu'baga, ya'ni Abu Bakr ibn Ayyashga shogird bo'lgan. Abu Bakr ibn Ayyash qira'atni Asim o'rgangan. Bu Asimniki navri shogirdi. Ravilarning birisi. Abu Bakr orqali. Abu Yusuf al-A'sha bu Abu Bakr ibn Ayyashning shogirdi. U Asimning shogirdi. Ma'u Abu Yusuf al-A'sha Kufi. Bu ikkilan mimda bir to'xtatib, alif lam mim deb bir to'xtatib, ondan Allohu la ilaha illa huva deb bunda boshlab. Wal baquna bi wasl al-alif wa fath al-mim. Buningdan boshqa qarilar alif lam mim Allohu deb bunda tutashtirib o'qib, mimni zivar o'qitdi. Ya'ni mashhur qiraat mushu demakchi, ha? Sen shu ishni ketgan birsi to'xtab birsi o'qib. Ha. Ve bu kıraatının bir usulü bu. Sımai hazır şirk geldi. Ama aşağıda yedi şirk sımai yaşımız. Riçhaz elen de zırokimiz de bakalım. Tamam. Bunda okudu hazır. Okanken bunu kıraat şunasla, nahvi şunasla, sarf şunasla, lügat alımı da tahlil kıldı. Bu ne için bunda okunmay ve zır okulup ya ki zırm okunmay ya sakin olup ya civarına yanında tohtatlarında orada bunu da tahlil kılışıyor. Aslen nahvi qoidasidan deganda agar ikki sakin bir kelib qolsa oldidikisini zir o'qish kerak ekan davomli. Lekin bu yerda nima uchun oldidikisga keyingi harfdan biz o'taymiz. Lekin bu yerda hukmida o'qiydi. Lekin olimlardan ba'zisi oldidagi Allohning zikrini o'tkidik deganlar bo'lg'ashqa. Yo'q, bu yerda masalan oldidagi zikrini o'tkazish emas. Bunun jarayoni bunda deb tafsiri tushundigan bo'ldi. Endi Alloh mishada mubtada deydi. Lekin biz hamda alif lam mim huruful muqatta'ni biz degan to'q mutashabihat qatoridan. Yoki bu shunda huruf muqatta. Alloh taolo o'zining kitobini mana mo'jizligini ko'rsatish uchun mana bu harflardan tuzilgan sura shu. Aslim bu harflardan bunda qurashtirib bunda bir hesab taqinlar degan tariqada o'ttirga tashlagan bir qancha harfdan iborat deganlar bor. Onun baş 20 xil qarash o'tdi-ku. Shu huruful muqatta. Yani mutashabihat deganlar bor. Yani Müslümanın ismi ya ki mezmununu ifade edilen diyorlar. Bazı zaman alif binası işaret, lam binası işaret deyiş mümkün. Ve alif lam mim. Yani buna huruf mukatta da kalsa bu la mahalle lahu minel arab. Alif lam mim. Şunlarındır. Özelliği bunda verip buldum. Ya ki de onun aldığa binası takdir kalsa şunun mafulun böyle. Ekra alif lam mim diyenler. Ya kud alif lam mim diyenler. Bunun mühendisler desek anda bizim takdir. Arap zatın ornu oldu. Ben yok desem bunda bir la mahalle lahu minel i'rab. Yani şuna Allah diyenler de mubtada dedik. Allahu la ilahe illa huve. Allah mubtada. La ilahe illa huve habere. La ilahe illa huve'nin üzümü mubtada ve haber. Şuna ma? La'dır nafiye. İlahe ismi. Şuna ma? Yani haberi mahzuf. Demek muşunun hemmesi hazır. Fi mahalle raf. Haberi mubtada deyikimiz. Ve haberu la mudmar. Demek la'ninki ismi ilaha diyen şutte. Haber çoğulsa bu tuğalı fikirgen edin. Düşürün. Ve takdir la ilahe fil vücud. Yani la ilahe mevcudun illa huve diyen. Ve huve fi mevda raf bedel min mevda la. Huve diyen muşu damir fi mevda raf bedel min mevda la. Allahu huve diyen deklam. Allahu huve diyen deklam. La ilahe illa huve neticeden bulduğu Allah huve diyen. Yani ayakdan el-hayyul kayyum. Allahu vel-hayyul kayyum diyendir. La'nın bedeli. Şimdi harfin bedel kısım oldu. Yok, la'nın mevda'dindir. La'nın mevda ornidindir. La'nın izindir. Haber. Orna haber ornidindir. Bundan mubtada'nın haberi xuddi huve diyendir. Allahu huve. Ondan el-hayyul kayyum diyendir. Vesmuhu, ismuhu diyen bunun ismi
Vesmuhu degan shu nimacha? Bu Allah. Vallahu mubtada. La nafiye cinse mi soşuyor? La neysinden kerim bunu ilahe. La nafiye. Nafiye cins mi? Ona da haber la mudmar dedi. Bu mudmar mitte fil vücud. La ilahe mevcudun. Bunun haberini zaten mevcudun da mahzuf halette, mukaddar halette dep buldu bunu. Hem de huve degan nima esa kimavda raf la'ning o'rnidan badal, ya'ni xabarning o'rnidan badal ekan. Bu bir xil xabarda ekan. Ya'ni Allohu huwa deganda. Wasmuhu degan nimaning ismi shu. Wasmuhu al-hayyul qayyum. Demak la ilaha illa degan ashulning hammasining o'rnidan tudi bu. Ya'ni nima? Allohu huwa degandeklar. Badal min mawdi' la wasmuhu al-hayyul qayyum. Antatdim. Ya'ni la deganning keyingi pashni elatdim. Mushu kitobni boshqarimni qo'shayotgan. Nima? Badal min mawdi' la wasmihi. La uni ismiki o'rnidan badal. Ismning o'rnidan badalga aytma qilamiz. Demak, mush kashshatan. Ha, yuqoridami? O'lam tuksar liya deb tashqir va kasrigi men qabladi bu istinafiga o'xshaydi, yangidan boshqalarga o'xshaydi deb qoptimi. Amaliyotda apash yo'q. Bir tashqir kashilsin. Yani bedel min mevdi' la vesmihi la ilahe degan ikkisining o'rnida qo'ysak bo'ldi. Valloh degan. Yani Allohu va degan bo'ldi. To'g'rildi. Al-hayyul qayyum deb endi yanada ma'no boshladi. Bu vesmuhu al-hayyul qayyum deb buning xabar emasmi? Al-hayyul qayyum deb vesmihi deb birlam chiqib qo'ysa şey. Vesmihi deb bir chiqib qo'ydi. Bu chiqib qo'yishning zo'rligi mana shunday yozilgan. Al-hayyul qayyum yani bu xabar mubtada deydi. Yani huval hayy deydi. Yani huvani mubtada desak bo'ldi-ku masalan. Huval hayyul qayyum desak. Yoki taqdir qilib avval chiqib bo'ldi. Al-hayyul qayyum desa huval hayyul qayyum desak bo'ldi. Aw badal min huwa mana. Huwa kimta al-hayyul qayyum ta. Wal qayyum fa'ulun min qama. Qama degandan mushu fe'ldan fa'ul vazni bilan turilsa qayyum bo'ldi. Asli qayyum bo'lishi mumkin. Undan alaqadar shartning qoiz bo'yicha nuqlat harakata ila ma qabla va kaza. Fa'ul ta keyin undan mujna bo'lib ketdi. Va huwa al-qa'im bil qist. Demak bunda adolatni tiklab turg'ichi. Qist degan o'sha adolat degan ma'no bo'lishi mumkin. Wal qa'im ala kulli nafsin bima kasabat. Her bir insonningki nafsning qilmishi qarta jazo berish uchun nazorat qiluvchi edi. O'sha qoyim degan raqib nazorat qiluvchi degan ma'no. Her bir insonning yaxshilik qilamdi, yomonlik qilamdi, shunday kuzatib turib, keyin ana shuning asosan jazolab adolatni tikluvchi degan. Dunyoning unda bir egisi bo'lsa, dunyoda turmaydi. Demak, dunyoda turishi uchun shunda tug'izg'uchidan bir bo'lish kerak. Qayyum degan unda tug'izg'uchi, tavaylib tug'uvchi, nazorat qiluvchi degan ma'no. Nazzala alaykal kitaba bil haqq. Sana kitobni haq bo'lgan holatda nozil qildi dedi. Demak, bu hozir nima deb iborat xuddi Qur'on Karimning rostligini, payg'ambarning haqiqiy payg'ambar ekanligini isbotladilar. Kitob degandan maqsad Qur'on. Chunki alayka mishada Rasulullohning. Nima uchun shu alayka hozir muqaddam bo'ldi? Nazzalal kitaba alayka bo'ldi, nima normalda. Lekin alayka degani bu likamal al-i'tina. Ondan nima bo'ldi mana nozil qilgan deb tashviq qildirish. Nima demoqchi mishada deb tashviq qildirish. Nazzala alayka shunday diqqat qilindi. Endi alayka degani Rasulullohning maqomining mishada kattaligi. Al-kitab al-Qur'on bil haqq, yana haq nazil qildi desak bo'ldi. Haq bo'lgan kitobni haq bilan nazil qildi desak bo'ldi. Shurishi zodi haq degan. Ras shudi zodi edimiz. Ya kitobning hammasi haq deganimizda. Bu ehtimol. Chunki o'sha shurishga munosabat bo'lishi mumkin, kitobga munosabat bo'lishi mumkin. Demak bu hal. Ay nazzalahu haqqan sabitan. Ya degani haqiqiy zodi isbotlangan holatda tushidi. Yani shu kitob haq bir kitob bo'lgan holatda tushidi. Kitobda chechikadi. Kitob chechik. Va shu kitobni haq qilib tushirdi.
musaddiqan lima bayna yadayhi. Mana yana şu kitapın halsın ama musaddiqan lima bayna yadayhi. Bundan ilgiriki kitaplarını tasdiqlaguchi. Bunun içindeki mazmunun müşras ve toğra defa. Ve enzelet Tevrat ve İncil. Yani andan Tevrat'ını mı İncil'ini mi nazil kıldı. Et-Tevrat ve İncil. İsmani a'cemiyen. Birincisi İbri tilde bu. Tevrat yani. İbrani tilde. İkincisi Siryani tilde. İncil yani. Ve tekellufu iştikâkihima minel veryi ve necli ve veznihima bitef'iletin ve if'ilin innema yesihhu ba'de kevnihima arabiyyeteyn. Bazılar bu Tevrat diyen söz, veryi diyen sözden kirip çıkan asıl söze veryi. Yani Tevriye deyimiz o. Yögeş, kaplaş diyenler. Andan İncil diyen, Necd diyenden kirip çıkan, muş iki sözden kirip çıkan dep bakkalı varken. Bunun mesela Tevrat mı? Tef'ile vezninde. Ya ki tev'ale vezninde diyelim var. Basri'nle tev'ale vezninde diyen. İf'il yani İncil. İf'il vezninde depti. Mesela İklil diyendek. Muşunda değilsem de, muş Arapçı dep andım bunu bitip boğandan keyin Arapça ekanligi tasdiqlangandan keyin andım bana qamashli bo'lgan. Bu boshqa bir tildan desak, u manda vaznida ma'nodan kelib chiqqan namasi bakar. Wa innama qila nazzala al-kitaba wa anzala at-Tavrata wal-Injil. Hamda kitob yani Qur'on Karimga nisbatan nazzala degan so'zni ishlatdi. Tavrat Injilga anzala deganni ishlatdi. Nazzala bilan anzalning ikkisining o'shada farqi bor edi. Bazı müfessirler de turmadıkın bu Kur'an-ı Kerim'de zaten Arap dilinden fakat Tevrat Kur'an'ın Arabiyyen mubin. Bilisan Arabiyyen mubin. Yani Kur'an'da aslında yat tilden kirgen sözünün bo'lişi bu Kur'an'da Arapça emas deganimiz bu. Şu ya sözünü Arap tili qabul qilib, Arapni shuni ishtidan bo'lsa Arap tili bo'ldi. Xuddi Uyg'ur tilida, sat Uyg'ur tilida yozilgan kitobda bir kitob ekilaman. Şunda İngilizce, Latince, Arap sözlerimiz var. Lekin Uyg'urlik qabul qilib ishlatgandan keyin Uyg'ur bo'ladi. Bazıda yaman deşemezkinde. Ya yaman bu tilninki nayt no'chilikning alomati. Boshqa tilni sudira oladigan, sindira oladigan, andan buni hazm qila oladigan, qabul qila oladigan nayt dinamik harakatchan no'chilikning alomati. Qabul qilamiz shuni hanzu tilda. Bu til nayt ajiz. Bu yani asıl yat tili olsa, Araplar üzere sözleşip muşunda atap işletkendiken Arap tili bulabilirdi. Bu Arap tilini hazır, muşunda kirin, zemheri iraz, ayında zencebile, bunda sözde Arap tili buldu. Muşun Arap tili deyimiz var. Muşun hazır, muşunda nasıl Arap tili ikendiken, muşunun zadı, muşun münasır, muş tatbikatın nümüdür asıklığımız karşı ilimde. Kulluğa vel asvat diye ilim var. Kulluğa vel asvatını okumasa, bunda karşılık gelip çıkıyor. O lügat okuyla, mutala kılla, manu okuyla, desek bu hadis okusak oldu, tefsirlem okusak oldu der, manu kaldırayımız. Aşını okusak andım yani ki, manda kaşılına derhal şunu kitap etti o. Çünkü dekhil var, Arap var, iştikaklı kebir ve sagir var, nurgun yapılı var. O lügat tatbikatı da cip nasıl var. Çünkü bu ilimge alet olduğun. Şu nahı sarf okuyumuz var, ya nahı sarfı okumayı şu hadislam, tefsirlam, okunduğu. Çünkü şunun için ajnasil gerek. Kur'an'ın Arabilikini ispatlaş için aşı ilim olmasa ispat olunmaydı. Biz kubak mana zemheri raz zencebile, mana Tevrat İncil ya mana Arap emas sözlü var Kur'an'da. İkincisi bilesan Arabi mubin deysler, Kur'an'ın Arabiyen deysler o dep turvasa, aşını ne diyor? Aşında eğer şirkette diyen nasine tuturuş aşı fıkıllığa asvatıdan buldu. Fıkıllığını okuğa adam bolsa Arap işip ketkense hada qabul qildi. Bo'lmasa yo'qda unumaydi uni. Xuddi masalan ad-dakhil degandek bunda istilohatlar bor. Boshqa tildan bir tilga kirgan so'z. Nazzala bilan anzalaning farqi azan o'shada ina chiqdi deydi. Nima uchun desa, Qur'on Karimni nazzalani ishlatdi, Tavrat anzalani ishlatdi. Chunki Qur'on Karim parcha bo'linib 23 yil bo'linib tushgan. Tavrat Injil biroqla vaqtida tushgan. Shunga Arap tilinin qaidasida, yani asali bir lug'at arabiyya bunday ekan, af'ala degan mush siyg'ining ma'nolarining ichida necha ma'nosi bor? Bir ma'nosi bu
bir ishning biroqla shu bir qatimdan gapsiz bo'lganligini bildiradi. Ala vazni. Ama nezzala vazni şu bir necha qatimga bo'linib bo'lganligini bildirar. Al-hudud yoki ala huduta ala dif'at, أو على دفعة واحدة أو على دفعات. نزل جن أشباش والتنين برنامج قتم دار جن بلدار. شو يجيب إيش لماذا إيش كان؟ عند القرآن كم ده؟ إنا أنزلناه في ليلة مباركة دبّا. شنو نزل عليك الكتاب دبّا. إذا بستن سوغان شغدا ميادا أنزل دبّا ميادا نزل دبّا ميادا قاشرب شودك ميادا براكل شودك دبّا دين شغدا. Allah'ın mahfuzun sama dünyaga Leylet-i Mübarek'e düşken bıraklam. Ondan sama dünyanın ma bizden dünyamızga yani 23 yılda düşken çıksın farkını bayan bu. Cümle vahide de diyenimiz boğaçka onun farkı bir yerde bek çılıkmaydı. Çıksın cümle vahide onda على مرات دغه بم غالطه قرینesiz ekersen bawo biraklan boğanlıkna av da neçik bilinip boğanlıkna bildirdi. Bu manda galipten hemme kadın bunda değil. Galip 90% ahvalda ucunda. Aminu billahi ve rasulihi vel kitabillazi nezala ala rasul vel kitabillazi enzala min qabl. Kur'an-ı Kerim'de nezalada ana enzala. Köpünce ayette şunda. Min qabl yani ilgiri diyorsun ama ilgiri ya Kur'an'dan ilgiri demekçi. Bu da aşağıya okşaş. Enzele min qabl degendek ya. Hadi min qabl ne? Bunda kısa buldu ki mesela. Bu da enzele Tevrat ve İncil min qabl da desek bunu. Bu da alif lam mim zalikal kitab la rayba fi hudal muttaqin degendek. Bunda desek ma'ni qamlashib qoldi. Yani ve enzele Tevrat ve İncil min qabl. Lakin min qablu hudal linnas bunda başladı. Yani Kur'an'dan ilgiri nazil qilgan. Qanday nazil qilgan? Qanday sifatdasi hudal linnas. İnsanlara hidayet qilib nazil qilgan. Bu hamda Tevrat va Injil bilan xos deb qalsak, qavm Musa va Isaga qartildi. Yani Tevrat va Injilni shunda nazil qilgan deb qalsak. Min qablu azar, min qablu hudal linnas degan so'z Tevrat va Injil bilan chetishlik desak. Peki Kur'an-ı Kerim'de mi o? Tevrat'ta İncil'de hamma çeşitlik deb qalsaqchu, linnas dışarıda umum. Bütün insaniyetga. Kavm Musa, İsa ve ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Niyada mana ikki tafsirni qildi. Li kavm Musa ve İsa ev li cemi'in nas. Li cemi'in nas olsa Kur'an, nezile aleykel kitab. Ondan keyin Tevrat va İncil, yani Kur'anni Tevrat ve İncil'ne hudal linnas şudur degan bo'ldi. Ve enzelal furqan ve ayrıg'uchini nazil qildi dedi. Furqan ayrıg'uchi. Yani ayrıg'uchi nima? Cinsil kutub. Dışarıda kitaplarning cinsini aytdi. Endi ayırıp turgan kitaplar. Yani aş kitaplarni demakchi. Yani Kur'an, Tevrat ve İncil ve onun başka Zabur ve hamma kitaplarni demakchi. Li'annal kulla yufarriqu baynal haqq vel batil. Hozir ma bu bir tafsir. Bütün kitaplarını şundan nazil kıldı. Akıllan ağına ayırıp durduğun kılıp nazil kıldı demiş. Yani ikinci tefsir ya ki Zebur'unu değil. Zebur'dan kartıptı. Kur'an ne, Tevrat ne, İncil ne ve yani Zebur'unu mu çüydü diyen buldu bana. Ev karara zikral Kur'an. Ya ki ma o Kur'an diyen buldu. El-Furqan diyen Kur'an diyen buldu. Kur'an'ı çüydü. Tevrat'ı çüydü, İncil'ini çüydü. Yani Kur'an'ı takmanda çüydü. Allah'a yani bir alayda bir tilg'alashdan iborat. Na'atullahu tafhiman li sha'nihi. Qur'onning qadrini ko'tarish, sha'nini ko'tarish jihatdan. Sha'ni bak katta buning. Innal ladina kafaru. Demak bu Furqon hozir g'ufron deganda. Ya'ni ism fa'il ma'nosida. Al-tariq, al-mufarriq bayna al-haqq wal-batil. Demak shundan lil mubalagha. Demak bunda ism fa'il bunda chiqadi lil mubalagha. Furqon degan shada naqni bek ayrıcıdır. Mübalağın bildirgan ismi. Sigadır. İnnel lezine keferu bi ayatillah. Allah Teala'nın ayetleri tanıganlar. Adı ayatillah şada aş kutubuhul munezzele ve onundan başka mucizat aşu nasıl mı? Xuddi manda isim bo'ldi. İnnel lezine keferu biha isim bo'ldi yani. Kur'an, Tevrat, İncil
Yani Furqan deb matida aşamı tilgağango millezine keferu biha isim buldu. Lekin bu yerda aşının hemmisinin Allah'ın huzuridan kelgan ayet ekanligini no'qib qo'ymas. Ma kafirlarning jinoyatining eg'irligini ko'rsatib qo'ymas. Allah'ın ayetleri bu. Ondan ayetleri yani Kur'an'daki ayetleri, Tevrat'taki, İncil'deki ayetleri yana bundan başka şu hak ekanligini isbotlaydigan mo'jizaları, payg'ambarlarning qo'li orqali kelgan mo'jizalar. Aşının tanıganlar lahum azabun şedid, ular qattiq azab bor. Vallohu azizun zuntiqam. Allah Teala hakikaten qattiq intiqam olguchi, zu uquba şedida, la yaqdiru ala misliha muntaqim. Başqa hech qanday bir intiqamchi bunda intiqam ololmaydigan darajada shu qattiq intiqam olguchi deydi. Ve bu hozir tahdid, va'id. Yani kufrlik qilsanmanglar, asilik qilsanmanglar, hazar eylanglar deb qo'rqitadi. İnna Allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi ve la fis sama. Yani bu ayet Allah Teala intiqam olguchi. Bu intiqam olguchi zatning kudreti mushunda darajada bilib qo'yinglar degan tariqada shu zatningki qudratining cheksiz ekanligini bayon qilib turibdilar. Innalloha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi va la fis sama. Yani Allah Teala ziminda olsun, osmonlarda olsun, yani dunyoda, jahonda qanday narsa bo'ldi ekan, bunga maxfiy qolmaydi dedi. Yani la fil ardi va la fis sama degani shu jahonda, dunyoda demoqchi. Butun olamda. El-Mashriq va el-Maghrib degandek, yani shu butun olam demoqchi. Ta'abbara anhu bis-samai val-ard. Demak, butun olamning o'rniga sama va ard deb ta'bir bari deydi. Ay huwa muttali'un ala kufri man kafar va iman man aman. Yani Allah Teala ash tanğanlarning kufrligiga, iman etganning iymoni ko'rib turguchi, bilib turguchi deydi. Shuning asosan undan jazo mukofot berguchidir deydi. Huvallazi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha. U shunda zotki sizlarni o'sha baliyatlarda, bachchidonlarda xohlagancha surat kirgizadigan zot. Bu bir jumla mustanifa. Yani Allah Teala'ni qayyum deb sifatlagan. Shunama al-hayyul qayyum degan. Shu qayyum bo'lgan sifatning aloyidliklaridan birini bayon qilib turadi. Yani bu zot bachchidonlarda sizlarni xohlagancha bunda surat kirgizadigan, shakl kirgizadigan zotdir. La ilaha illa huwa. Bundan başqa zotda iloh yo'q. Aziz degan hech kim uni mag'lub qilolmaydigan, hammadan g'olib keladigan izzatli ekan bu. Aziz, hukmronligida azizdir. Al-Hakim qilgan ish-harakatlarda navoid puxta ish qiluvchidir. Hamda fi tadbiri deb bir chikit qo'yib olmaydi. Hech nimani bir chikit qo'yib deb tadbiri deb, tadbiri degan kim? Tashvama. Sizniki chikit va bizniki tashva ekan. Tashvama o'rniga chikit qo'yaman. Bayarning o'zi tugdadi. Endi varuya deb yoki ruya deb nurga ma kimki, bundan keyin kelgan oyatning sababini nuzulini seçiladi. Mayatida bilasiz. Ma biznikida mushoyatning o'ziga chetib qo'yib turibdi. Ruya annahu qadima waqtu bani Najran wa hum 60 rakiban. Bu sababini nuzulda kelishcha rivoyat qilinishda bu Najran diyardagi arab qabilasi Xristian. Şunun ümeki 60 kişiden terkip topgan ümek Resulullah'ın huzuru yaptı. Emiruhumul akib ve umdatumul seyyid. Ulanınki 5'e akibken. Adın yanında bir aksaklı seyyidken. Ve uskufuhum ve hibruhum Ebu Harita. Ulanın ölümalardan biri Ebu Harita iken. Khasamu fi enne İsa illem yekun veladan lillahi femen huve. İsa Allah'ın oğlu bulmasa, nimamisa der, döleyileştirir. Resulullah'la. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem, Elestum ta'lemun ennehu la yekunu veladun illa ve huve yushbihu ebe. Resulullah Allah'ın dedi. Size kanda perizatlan bozdukken dadısqa. Yani şekilde okşumusam da, başka tabiat nilerde okşaydıqalıqını bilmezler. Yani bu insandan törelgen bu bala, aşı dadısqa okşaş yapışıdığan, yaki anda mağdıgan, yaki anda yaşaydıgan buldumda. Şunun hususiyetlerini alıyordu. Bir cins oğan iken. Size mühindarlıkını bilmemizler. Kalı bu yok, bilinmez yaptı. Elem ta'lemu annallahu Teala hayyun la yamutu ve İsa yamut. Siz bilmeden ama ya bilmemizler. Allah Teala ölmeydiğen, mesela tirek, devamlı. İsa öldüğen, bunda tursa bunu bilmemizler. Ve enne Rabbena qayyimun alel ibad yahfaduhum ve erzukuhum.
Yani bizim Parvardigarimiz bendilarni bütün aşında riayet qiladigan, bekib turadigan, nazorat qiluvchi zot. Saqlaydi, rizq berdi, aşında qiladigan zot bu. İsa olsa unda ishni qilmaydi. Rizq bera olamdi, ya. Saqlay olamdi, ya. Va annahu la yaqfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama. Alloh taolaga bütün alamdagi hech qanday narsa maxfiy qilinmaydi. İsa olsa Alloh taolo bildigan narsani bilardi. Va annahu sawwara Isa fil rahm kayfa sha. Allah İsa alayhisalomni Maryam alayhisalomninki bachidanda suratga tushirgan. Yani yaratgan. Shunami? Qalğınca fahamalatu ummuhu va wada'atu wardatu. Andu Maryam hamilda olib, andan tug'ib, imitib, tamoq yegizib, tamoq yeb, tarat qilib, anda cho'ng'ilgan degan Parvardigorimiz bo'lsa, undan narsalardan hammasini pok. Mushlar degan ekan, u xristianlar matolab ketdi. Fanazala fihim sadr surati Al-Imron ila bid'in va 80 oyat. Bundan bu surat Al-Imronninki baş qismidagi 80 necha oyat shular haqida nazil bo'lgan. Vallazi anzala alaykal kitab. Yani ona enzala nama. Bu hazır Nasara'nın şak şüphelerini, tanrılarını karta reddiye bir başladı. Hem de başladı. Nasara'nın şüphelerine reddiye bir iş başladı. Vallazi anzala alaykal kitab. Yani sana kitabını nazil kılgan zat, aşı zattır dedi. Kitap müşahede Kur'an. El lil ahd. Aş Kur'an'ı. Yani aş kitap ne dedi? Kur'an'ı ne demek? Minhu minel kitab. Yani aş Kur'an'ın içinden bazı ayetler ayatun muhkemat. Bu dalalatı kat'i olan, eşkil düşünülüp kalmaydıgan aşında ayetler dedi. Manisi enik yani. Muhkemat ibaratuha bi an hufizat minel ihtimal vel iştibah. Demek bunun ibareti şundaki müstahkem bo'lsa, uni har xil tushunib qilish ehtimoli yo'q. Yoki boshqa ma'noga o'xshab qilish ehtimoli yo'q. Bunna umul kitob, shu muhkam oyatlar bo'lsa, Qur'oni Karimninki asos turk shu dedi. Asos ximi turk shu dedi, masalan. Asl kitob, tiye, turki, asos qismi degan. Asl kitob tuhmalu mutashabihat alayha va turaddu ilayha. Demak, boshqa sal neshqil tushunib qolgan mazmunli bir oyat bo'lib qolsa, buni ma'noni bo'ysundirib tushunamiz dedi. Aksida muhkam oyatlarga bo'ysundirib turib tushunamiz dedi. Va uqaru mutashabihat. Yana ba'zi oyatlar borki, da nechqil nima o'xshab qolgan, nechqil ma'noga o'xshab qoldi bu ma'nosi. Ya'ni ehtimollik demakchi. Ya'ni bu tafsir qiluvchi, anglovchi da tushunay desa, ma'noga o'xshab qoladigan, ma'noga o'xshab qoladigan ma'noga ehtimollik o'ttirib qoladi demak. Masalan, buning bir misolini olsak, Ar-Rahman alal arsh istawa. Bu oyatni salaf, xalaf unda tafsir qilishda ixtilof bo'lgan. Demak, bu mutashabihatlardan balki masalan ashhurul muqattami mutashabihatlardan bo'lishi mumkin. Har xil ma'noni deb vaqtida 20 xil qarash chiqdi shunda. Masalan, bu oyatda al-istiwa yakunu bi ma'na al-julus. Istiwa degan ustida o'tadigan bo'ldi bir narsani. Taxtning ustida o'rindiqni ustida o'tadigan bo'ldi. Yana qodir bo'la oldi, masalan, igi bo'la oldi, egallab oldi, ishg'ol qildi degan ma'no kelib qoladi ba'zida. Va la yajuzu al-awwal ala Alloh taala. Yani birinchisi bu o'tadi degan so'z bunda tafsir qilsak to'g'ri chiqmaydi Alloh taologa joiz emas. Chunki bu nima bildirdi bo'lsa, muayyan bir jism, bir hayyiz, bir o'rin, bir jihat degan nima kelib qoladi dedi. Shuni joiz emas dedi. Şunlar andım bazı istila deb bakıdı. Yani istavla deb tafsir qilib bakıdı. Julus degan bu ma'no to'g'ri kelmaydi dedi. Istavla deb bakıdı. Istavla desam uning nima usuli qolmaydi. Istavla yani uning oldida boshqa birisining qo'lida keldi bu. O'zim hukmronlikqa sultoni ichida emaslikda kim antum yo'ldi degan bo'lamdi. Uni qamlashmaydi. Istaqarratni tushlik o'rnida degan ma'nodan. Istawa degan ta'talar degan ma'noda bo'ladi. Şöyle bir yaqinroq shu. Yo'q, mutashabihat bo'lgan ekan, buni biz uqmaymiz. Mutashabihat oyatlarda ko'rgan ashnalarni o'ttirib ta'birni vaqtida yo'q, fikr o'zgarni o'ttirgan, unda fikrga qarshi din emas bu. Lekin oyatda avom haq fikr yurgizadigan haqlar emas, odat ko'chada elim chatim qilib o'zining turmushi bilan, o'zining holi bilan bo'lgan odamlarga bunday kallish ko'tarilmaydigan narsani tashlab, uning
kallasını kaymuqtırıp, fitne fasat tug'dirgan, jamiyatning amalligiga ta'sir ko'rsatgan muvaffaq adablash boshqa masala. Fikr yurishga islom hech qachon undan qarshi turmaydi. Demak, Ar-Rahmanu alal arsh istawa. Biz istawa'an yaliqu bi zatihi subhanahu va ta'ala desek istugidi. Allah Taala loyiq. O'tadi Allah Taala loyiq o'tirish. Bizning o'tirishimiz o'xshash bo'lishi kerak emas. Yani bu sene kim şu mütecabi ayetlerimize tevil verişten sen Ancak ma halaf slogan diken bunu takıl kıldılar. Julus dep çadak çıkıyor diyen diken onun andan istavla yani başka manada da depakdan gel. Depaksın o tutmaydı, kamlaşmaydı. Sonra anı mesela da kapkalı. Ama yaksı julus manası o julusan yalıyık bizati. Bizim julusumuz hoşmaydı. Allah Teala'nın uzla o'tirash yoki julus emas istiva bunun o'tirashmi yo'qmi biz uqmaymiz hikmatni hozir maktabda bayon qildi ichki hikmat bor deydi ama musannifninki delilnimikasi mutashabih oyatlar tavil berishda biz muhkam oyatga to'yinib turib biz gap qilmaymiz va muhkam oyatdan demak hozir o'sha oyatni o'zini deb tushunsak bu mutashabih chiqdi deydi o'ziga qarab turib mutajab. Chunki ma'lum bo'lib qolish ehtimoli bor. Ma'lum bo'lish ehtimoli ekan, ma'ni desak chataq chiqadi. Deb endi qanday qilamiz? Muhkamga tayinimiz deydi. Ya'ni julus deganning Alloh taologa durust kelmaydiganligi, laysa kamithli shay degan del muhkam dilga asoslanib buni durust kelmaydi deymiz. Laysa kamithli shay degan ekan, lekin bizda julus desak, julus yaliq bi zati subhanahu va taolo. Bu başka bizga o'xshaydigan julus emas desak bo'ldi. Hozir bizga o'xshab qolish bo'lib qolibdi deb qashdi mana uni. Lekin Alloh taolo o boshqaga o'xshamaydi uning istivo qilishi desak, yana bundan kashflaydi. Hozir endi bir ma'nini yiroqlashtirdi. Mahkamga asoslanib turib. Lekin shunda bo'lsin bu mutashabih oyat. Ya'ni shunda zodi olimlar buni ma'nosi bunda bo'ldi deb gapdi, ammadan unda tushundigan nima emas. Har xil tushunib qoldigan, ama şu mutashabih ma'nosi shu ham. Har xil tushunish bo'lgan. Ehtimollik bor. Shunda mutashabihni keltirishdan şey hikmat bor. Alloh taolo shu Ar-Rahman alal istawa degan mush oyat haqida musallab qolib, mush olimning nurg'un jidal talashtasini bo'lganini bilib tashnama. Shu o'rniga al-istawa buning maqsadi ma'vo deblam, yana hammadan tushunadigan bir narsa deb qo'yib bo'ldi. Bu balkim shu istivaning o'zini insonning aqli tushunmasligidan bo'lishi mumkin. Yani küçük balığa mesela, küçük balığa, murakkab ya erkutuluk münasebetinin gapları mesela, ya başka bir narsını desek düşünemdi o, düşünmeydi o. Onda yakınlaştırıp bir narsa yapırmaz. Mesela dada ben nereden tuğulgan desem, kimlikten tuğulgan deyip koydum. Tamam, onu ankırıp bulamayacağım bu ağaçta. Şuna okşaş, bu akıl adır bunu, Allah Teala'nın o hakikatinde düşünüp, andın demek şey olanını ankıralığı alet bulmadan iken, bundarak bunun da koygan bolsun mümkün. Yani mujlar deb qo'yishda, bunda qo'yib qo'ydi buni. Endi qanday tushundimi? Aql tushunmaydigan bo'lishi mumkin, ma bir. Ikkinchisi andin Alloh taolo shu orqali olimlar tadqiq qilsin, bahs yursin, bahs munozara qilsin, va bunda tirishchilik ko'rsatsin, fikr yurgizsin, deb bunda qo'yib qo'ygan bo'lishi mumkin. Bilmasanmaydiganni aniqlash mahkamasidan bildiryapti. Hani bilsa pek muhim emas, dairda bundarak ehtimolli qo'yib qo'yapti. Hammadan o delilini izlab, tahlil qilib, bahs qilib, uni buni deb topdi. Mush orqali andin olimlarga bunda katta martaba savob aniqladi. Yani ma'nosan Alloh taolo o'z huzurida mana butunlay shu oyatni nozil qilmaylam o'z huzurida qo'yib qo'ymadi. Ar-Rahman allal istawa deb vahidimizni tushirdi yerda. Yana tashildi hozir. Tashlagandan keyin yerda bahs qiling degan gap chiqdi. Yani bu tushunishga urinib degan gap chiqdi. Lekin faqat Ar-Rahman allal istawa degan tushungan bo'lsa-da, Allah Teala o'zi saqlab ma'no o'tdi bu. Bu to'g'riliq bunda bunda bahs qilib o'tamigan. Ba'zi kishilar bor, o'shanda buning qildigan ishi va to'qinoq gapini tep chiqib, uni bilsin, bilmasin insonlarga uni bilmaslikning ziyni yo'q. Unda ishni ko'tarib chiqib, kishilar o'tirda jidal majra paydo qildigan, talashda fitna paydo qildigan, kishilarning aqidasini nanchib qo'ygan, bunda adamlar Rasulullah kelib buni mazmunda desin, yani keyin yani bunu aldı verib turaverdi bu. Anda avamlar degan shu gapni chiqarib qo'ydi. Qildaashim uchun. Shunga Umar Azzalanning adabli qo'yga erishgan. Ammo shu chaqda nurg'un ulamalar bor, ulumi shu tushunmay qolgan buningni. Shunama
Yani şunda tushunmay nima maqsad qilgandigi deb qolgan necha ming va shu yerdimi. Lekin ularning biz o'tirdi buni talatash qilganmi? Olimlar o'zaro deyishib baqqandir. Lekin avom xalqni o'tirdi buni davomli bas qilsa, bu sahobalar lug'atdan yaxshi tushunadigan yana bir nima bor? Bu mush istivaning qandaligi, nima mazmundiligi, bizning o iymonimizga unda bakunda chekishimiz. Alloh taolo o'zi bilgandir desam, bulardir bu. Çoxum bir narsa tushunsak bo'lmaydi deb turish kerak emas. Bunda tutib ba'zida tahlillar bunda deb baqirganlar bor. Tirishchilik ko'rsatib. Unda tirishchilik ko'rsatmadan buni men tushunmadim. Misol to'xtab turay. Alloh o'zi bilgandi deb qo'ysa, yaquluna amanna bihi. Kullun min indi robbina endi shu. Nalaqaza sizning gaplardan shu. Ma musannifningki bi ma'na degan gapini asla qo'yib turadi. Bi ma'nani bizlarcha. Shu bi ma'na to'xtashda shu mutashabbihat bo'lib qoladi. Ma ma'nudu, u ma'nudu, bu ma'nudu. Qur'on Karimda mutashabih qilib Lekin kitabun uhkimat ayatuhu. Bu uhkimat ayatu degan o yani boshqa ma'no. Bu umum oyatlar anda tag'yirdan, tabdildan boshqa har qanday nimadan navoiy saqlangan qo'ldagan mustahkam ravos bunda qilingan. Bu boshqa e'tibor bilan degan so'z. Ma'nolar o'xshamaydi. Laysa kamisli shay degan shu Alloh taoloning so'ziga asosan bu julus degan bunga udilkanmaydi deb baqtoqdi. Yoki bunda desang al-muhkam ma amarallohu bihi fi kulli kitabin anzalahu nahwa qawlihi qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum al-ayat wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah deganday. Hozir muhkamning ma'nosini tushuntiryapti. Muhkam degan birinchi tafsirda dalolati iniq bo'lgan, hech qanday ehtimollik ma'noda boshqa ma'noni tushunib qilish bo'lmaydigan degan ma'nodir. Bu bir tugadi. Uning muqobilida mutashabih bo'ldi. Shunama endi ikkinchi tafsir, av degan mishada ikkinchi tafsir muhkam degani hamma payg'ambarlarga kitob tushganda hamma kitobda bor. Xuddi muttafaq alayhi baynal kutub. Al-qadr muttafaq alayhi baynal kutub. Demak, ashnimadan bor Musa alayhisalomga, Tavratda, Isa Injilda, İbrahim alayhisalomga, Davud alayhisalomga tushgan kitoblar hammasi musharam qilgan narsani shirk keltirmaslik, ota-onaga azob bermaslik degan mushamiz bordi. Xuddi vasail ashr degan bor. Shunga o'xshash hammasi bordi deydi. Mushuna bar ahkamlar muhkamat bo'ldi. Yani har qanday shariatda har bir payg'ambarning shariatiga o'zgarmaydigan. Muqim, yani tavabit degandek. Ma'noda deydi. Endi mutashabih degan-chu, mutashabih degan andin Isa alayhisalomning shariatida bundardi. Biznikiga endi bunday bo'ldi. Azra o'xshab qolgan. Lekin o'xshamaydigan tarafim bor. Boshqa sirak. Mavara degan shu kimdan? Demak, mavara degan bir qismi, ma'nosi 50% narsa hamma shariatda bor, muttafaq alayh. Nima? Endi undan qolgancha sal farq bo'lgan hukmlar bu mutashabihat. Har shariatda kirish kelmasligiga qarab. Bundan oyat deb tushdiga gap. Men ashun oyatdagi oyatni o'qing demakchadir. Yani ayetning beshini, ayetning beshini o'qib, ayetning misol berdi. Ma bir qancha ayetni misol berdi. Wa al-muhkam demak. Muhkamning qatqog'ini mutashabihat bo'ldi. Endi 3-chi tafsir ma la yahtamilu illa wajhan wahidan. Ma'mul qat'iy dalal deganga yaqin gap qolgan. Muhkam degan hech qanday ehtimollik yo'q. Şu bir xil ma'noni chiqtiradigan bo'lsa muhkam. Va mahtamala awjuhan aw ma yu'lamu ta'wiluhu va ma la yu'lamu ta'wiluhu. Ya. Va mahtamala awjuhan deb bir to'xtating, ha? Bir chiqib ketmish. Va mutashabih va vara'ah degan fasl izlab ashadillah. Ashada bir pash qo'yibsizlar. Andan va mahtamala awjuhan deb yana bir pash. Hozir muhkam bilan mutashabihni birga tushuntirib menotida. Muhkam degan ma la yahtamilu wajhan wahidan. Mutashabih degan emas mahtamala awjuhan bir necha ehtimolliklar bor, bir necha mazmun chiqish ehtimoli bo'lsa, Alloh taolo nozil qilgan har qanday kitob bo'lsa, shu cho'qim bunda buyruq kelgan bo'lsa, bu muhkam. Hamma kitobda buyruq bo'lgan. Bu, masalan, muttafaqun alayhi, Buxoriydan bor, Muslimdan bor deganda muttafaq alayhi bo'ldi. Hozir endi kitobda hammasi bor bo'lsa, muttafaq alayhi baynal kutub jami'an, Bunda bo'lib qolsa bu muhkam. Endi ba'zi kitoblar, ba'zi kitoblar, masalan bizda qisas edish bor. G'animatdan foydalanib o'ljalish, bundan foydalanish bor. Alman nima g'animatdan ilgari yo'qda. Bu uni mutashabih degan. Taloq masalasi masalan, jiq narsa. Ayollar ham ba'zi yemakliklar
Şunga yoki ma la yahtamilu illa wajhan wahidan. Yani muhkam degan bir ma'no chiqib turgan, mutashabih degan bir necha ma'no chiqib turgan. Bu shuni ma'no. An to'rtinchisi aw ma yu'lamu ta'wiluhu, yani muhkamning nimasi? Uning ma'nosini tafsirini tushungil oldigan, mutashabihdan tafsirini tushungil olmaydigan. Mesela al-arsh istawa degandek. Endi yana birisi an-nasxul ladzi yu'malu bihi vel mansukul ladzi la yu'malu bihi. Muhkamni an-nasxul ladzi yu'malu bihi debdi. Mutashabihni al-mansukul ladzi la yu'malu bihi. Muhkamning ta'rifini aytadi. Muhkam gap ma'u deydi. Yoki ma'u, yoki ma'u, yoki ma'u. Bir oyatdan aniq mushu ma'ni deb hammalar buningdan maqsad mushu ma'ni deydigan. Bunda bo'lib qolsa mushu muhkam bo'ldi. Ha? Ondan necha xil ma'ni chiqib qolgan. Bir imom bunda deb tafsir qilgan, birisi bunda deb tushunib qolgan. Bunda bo'lib qolsa mutashabih bo'ldi deydi. Demak bu hammasi muhkam bilan mutashabihning ta'rifi. Necha xil ta'rif hozir. Ve innema lem yekun kullul Kur'an muhkeman. Mana. Nima uchun mana mutashabih bo'lib kelib qoldi degan bayatning savoli bor. Nima uchun mushu Qur'on Karim hammadan bir xil ma'nolarni tushundigan, boshqacha ehtimollik ma'noga kallas ketib qolmaydigan bundalam kamida sabab bo'lmaydi. Alloh taolaning hikmati mushuni taqozo qilgan. Lima fit tashabuhi min al-ibtila bihi. Demak, buning bir sinoq bor. Va tamyiz bayna sabit ala al-haq wal mutazalzil fi. Haq tushuntirgan odam bilan lanishib qilib, ondan bunda har xil fitna tariydigan odamni ayirish masalasi. Bu birinchi sabab ma'lum. İkinci sebep وَلِمَا فِي تَقَادُحِ الْعُلَمَاءِ وَإِتْعَابِهِمْ الْقَرَائِحَ في استخراج معانيه ورده إلى المحكم من الفوائد الجليلة والعلوم الجمة ونيل الدرجات العلى عند الله تعالى. İkincisi alimler taqaduh degani o'sha bir-biridan surkilish paydo bo'ldi. Munozirlashidu, bahs qilishidu, zihnlarini qattiq ishlatdi dedi. İzlenidu. Ve it'abihim al-qara'ih. Qariha degan tafakkur iqtidori desak bo'ldi masalan. Yoki tafakkur qilish tabiati. Tafakkur qilish tabiatini qattiq ishlatib o'zini hozirda bo'ladi. Nimada istihroj ma'ni? Demak, mushuning mazmunini dal tepish uchun, mazmun chiqarish uchun shu oyatdan qattiq kuchab ketadi. Va raddihi ila al-muhkami min al-fawaid al-jalila. Demak, muhkamga bo'ysundirib qo'ydi. Muhkamning asosini tushunishga tirishadi. Bunda bo'lganki, mushunindan nima fawaid jalila ko'p. Nurg'un manfaatlar. Val ulumul jamma. Nurg'un ilm ma'rifatlar. Nurg'un. In taghfirullahu taghfir jamma wa ay abdun laka ma alamma. In taghfirullahu taghfir jamma. Allah sen mağfiret qilsang, firaqlar hammasini shundalan mağfiret qilib o'tadi. Sen bandalardan qaysi bir ancha-muncha gunoh qilsanmagan, hamma gunoh qilsalar bunda karamlik, mağfiret egasi edimiz. Ve neylid darajat. Allah Teala'nın huzurida ondan darajalarga erishdi. Yarfa'ullahul-lezina amanu vel-lezina utul ilma darajat. Lavonikan aşı ilm ma'rifat qonunchi bo'lgan sira uning martabasi unda o'sib ketgan. Izni tadqiq qilib bilmasini bilgan sira daraja o'sib ketadi. Demak, ijtihod qilgan, izlangan, bahs qilgan olimlarning martabasi o'sib oshgan. Fa ammallazina fi qulubihim zaygun. Hamda Alloh taolo ashunda muhkam ham mutashabihni o'zining kitobiga kirgizdi. Nima? Shikil bo'ldi bu oyatlar. Tagim shadamunda bo'ldi. Hamda manda turlike, manda deydi. Manda turlike, manda deydi demiş. Tafsiri bayon qiladi. Fa ammallazina fi qulubihim zaygun. Dilida sen egir bugurlik var kişiler. Aslı bazı adamın tabiiyeti aslında tokunakçı denizim. Tokunakçı, kıltakçı. Devamlı bir gettin teres çıkırdıgan. Ayında bir yadın işine mürekkepleştirgan, ayında tabiiyeti var adamlı var. Aslında tabiiyeti aslında egir bugurlik adamlar. Yani hakkın mail olan, ayında bid'at kişiler. Feyettebi'una ma teşabeha. Demek bu sahabe-i kiramlar, bunda tokunakını kılıp, bunda ehakleşmeyen. Bu ene qo'llanmani qabul qilib, o'zining dunyo oxiratga foydali ijobiy mangan bo'ladi. Ana buningdan har xil to'lg'ab, har xil nima qilib, boshqa maqsad qilganlar. Buni bo'landa ahli bid'a bo'ldi. Har xil g'araz aralashgan odamlar bo'ldi. Fayattabi'una ma tashabah. Bular qanday qiladi? Endi har xil ehtimollik va ma'nodagi, ma'nosini dal unda qancha tushunilmaydigan oyatlarni ashunga istiqboldi deydi.
فيتعلقون بالمتشابه الذي يحتمل ما يذهب إليه المبتدع مما لا يطابق المحكم. Demek muhkem ayetliğe bek udulkenmeydiğen, del udulkenmeydiğen ama özden aşı bizim etikadımız sen anda del bulup kaldık. Bunda bir ayetliği için esas olurdu. Ve yahtemelu ma yutabiquhu min kavli ehlil hak. Demek aşı müteşabih namda anda erkil manisi var. Hak şu tuğa alimlerinin karıştırdığı udulkılığın mezmunu çıkıyordu. Ağının miski udulkılığın mezmunu çıkıyordu. Çünkü bazı aşı Hristiyanlığın bazı ayetliği esas olurdu. Kur'an'daki Anladın şu erkil etikat kelime ayetlerin delil çıkarıp duruyor. Minhu ibtigâ'el fitne. Demek aş ayetlerden müteşabihlerge istiloldu. Lekin bir adam da istiliş hazır. Buna halis niyeti bilen hakkını izleş sebebini buldu mu? Nime sebebini buldu? İbtigâ'el fitne. Fitne teriş için meşyada fikri bir kıl davalgıç payda etmiş için halkının kallasını koyuş için bunda istiloldu. Hak ne tanışın izlenip, halis izlenip, bu şahane mujna bir nazi delil baken de bunda karışsa, bu bunun dairesi girmedi. Müştehid imamlar şimdi anlısı üstün karışıp delil getirdi o. Bu hakkını izleş için bunda uyumluk tefekkür kılıp delil getirgen nasıl? Bunun niyeti halis toğra, maksidi yakşı. Ama maksidi yamanla, ma'ayet için, ibtigâ'el fitne. Ağlı ibtigâ'el fitne kılmaydı. Bula, işte gazetler için, bunda qalaymuqanchi paydo qilish uchun bunda eslatoladi. Talaba an yaftatinun nasa an dinihim ve yudillun. Yani niyada talaban demakchi, min ajli demakchi. Talaba degan misada mesela kirahiyatan deymiz-ku. Kishilarni dinidan ozdirib, fitna fasod tashlashni izlab aynda qiladi. Shu maqsad qiladi deymiz. Talaban. Yani da Arap tilinde de okusanlar, amında kaydı bağda derhal kabul kılırsın. Yani xuddi kirahiyatan da bağlı. Mesela onu bilmez. Köp kullanma. Ama talaban diyen onda anca unç üşraf kalır. Yani li ecli en yeftetun nas demek için. Ve ibtigaa tevili. Yani takı bu teriş şullamamaz. Yani mandanın bağlı illata. Ona aslında burmulaş diyen manada var. İbtigaa tevili. Yani özünün xahişi boyunca to'lg'ash maqsadida. Ayında yaman niyatda to'lg'ab qolsa. Mesela o'zining ko'nglida yo'q men qarshi tarafninki to'g'ri deb e'tiqod qilar. Ammo biz mazmunimizda menda qaraydiq, shunga biz unga ayrimda deb pasir bo'lmaydi deb o'zining mazmuni majbur buni to'lg'ab igib menda akasa, endi ibtig'at avili bo'ldi. Lekin o'zi shunda to'g'rilab qarasa, mayli. Mushin zodi zohirni yoki aniqroq nimadan matarafga tortish maqsadida deganga. Ta'bil degan nima? Bu oyat zodi ta'bil masalasida asosiy oyat zodi. Ha? G'albaga mushin dalil eklish tabiiy. Yani hozir olimlardan mushin ma'nosida izlanib ras mushin zod mushikan deb ko'ngli xotirjam bo'lsa, o'zining bir mazhab yo bir nimaga tortmay buni. Bunda qanoat topsa bu boshqa. Bunda chataq yo'q. Hozir ma'vo o'zining mazhabiga g'achchida bo'ysundirib, aysi igilmaydigan narsa majbur igitmaydi. Bunda qiyinlik bu. Aytindi g'ash. Fakat düşünemedim. Ben ders geçirdim o çıkıttım o. Bu musannefe özünün gipleri tanaklığı olan. Kında tanak. Ben hadis ayettekiler kalmaz pek hoş baktık yani. Hadis ayet gelmiş, ayet ne? Ayet olmuş, ayet ne keldi? Ekegendik ki muşunu kanda düşünüşlerdir bahs kılıyordu. Ayet gelmiş. Havlaha nudendin. Halbuki ayetinin tefsirini kılar. Yani ayet ekasının tefsirde ıslab işitsin ama. Yok yani musannef özel tevil kılış xuddi bir bo'lmaydigandek gapni qildi. Ya hozir ya da men o'zida tevil qildi. Men ayrı bir tefsirini tushundim. At-ta'wil ladhi yashtahunahu de. Ta'wil qilishni o'zida aytgan ish yo'q. Bu o'z xohishi bo'yicha o'zining degan yeriga majbur unda igib bunda ekili oladi. Mush maqsadda qildi. Masalan da ba'zi bir masalan ben Maturidi mazhabda ya men Salafi mazhabda deb bir mazhabni
tutinglardir. Tutgan ekan da bir oyat kelib qoladi. Kelib qolsa bu men tutgan qarashga bir kelmaydi bu vaqtda. Lekin men mazhabimni bu yo'qda yengilib qolamdimi yoki mening mazhabim xato chiqib qolammi deb qanday qilgan gap unda egib ekilimsin. Ha? Ma ish chataq dedi. Biz hozir ham o'zimiz masalan bu oyatda boshqa ayolda qattiq chetkili bo'ldi. Bu oyatda biz o'zimiz shaxsan Alloh alam ve haqiqatda deb o'tib ketsak bo'lardi. Hamda kafirdim bizsa bas munozir qildi ya yangi musulmon bo'lgandim bir zodi ko'zimizga tushirib olgan. Nimasi bor buni? Bu ma'nosi tushunmay bunda o'qindiq buni deb deb tursa, shunda ya salat aqidasi bo'yicha istiva yaliqu bidati deb andoz tafvid nimasi. Yoki vallohu alam desak bo'ldi bunga. Yoki unda istiva yaliqu bidati deb qo'ysak bo'ldi. Yoki ma kinkilning nimasini deb qo'ysak. Keyin beriki ma ta'ril deganning değer ishlatgan ma'nosini arabda normal kelgan ma'nosini ishlatamiz. Ha, ikkisi boshqa. Mesela tafsir ma'nosini kimda onun qanday ta'ril degan. Şu amayani ta'vilodi, şu tafsirov degan ma'noda. Ikkinchisi ya ta'vil degan mishada xuddan zohir misli astash kirib, sa g'ayri zohirga bir iniqmaslik ma'noga tortadi degandek ma'no. Bu usul fiqhda ta'vil, muawwal dediqqa, az-zohir val muawwal. Boshdan nas, unda az-zohir, al-muawwal, andın tahval al-khitab, ishara va dalil mukhalafa degandek bu bunun darajalari. Shaqalar obdan biladigan gap. Zajib deb bergan bo'lsa, ketgan hazrat kama yaliqu bi jalalihi deb aslatsek ang obdan shu. Sanif nisbatan ma'lum masalan ilgari bu odamni masalan xalaf ulamadir masalan. Ilgari o'zininki yashagan zamonidagi va o'zining hukm bo'yicha masalan matafsirni degan bo'lsa, be ma'noli qudrat va istila degan bo'lsa, biz buni hozirgi holat masalan ustozlarimiz deb bergan bo'lsa desek bo'lar. Bu istila degan ma'no bu istila degandan unda bak udul kelmaydi uni lug'atda. Anda dappaqan degan bu julus degandan qechib, andan uni dappaqanga degan uni qassa o kal mustajir va ramada binnar. Oradan qechib qaraqshilikdan deganda istavlarga taxmicha taqan. Baytni yana bu boshqa bir iloh shaqlagan bo'lsa, andan bu Alloh taolo uni ta'tib qilib oldimi? Burun uning sultoni yo'qmi-da, u hukmronlik qilmaganmi? Unda tashkil kelib chiqadi. Va julus deganni ba'zi salaf aqidasida turimiz deganlar dappaqan narsa o'qishgan. Ana raddiyarat ma xalaqni masalan. Julus degan ma lechkamizli shay degan shunda muhkamni shunda kelsak, julus degan ma'no asal nirtirish kerak. Bu ma'noga olsa bo'lmaydiganlar chiqadi. Hozirda salafiy mazhabda tug'anlar, hozir salafiy mazhablar ilgari salaflar ikki narsa bor. Ha, mana o'ylash kerak. Yani salafiy mazhab degan gap salafning e'tiqod o'zishi degan gap emas. Bular salafning qarishi mavitde biz mushun tutimiz deb bunda bir qarashni nima qilib mangalli bular. Ha, bular shu buning ba'zilari julus deb chiqargan. Hozir xuddi salafning qarishi shu julus deb tafsir qilganda ko'rinib qoldi. Hamda salafning qarishi mutlaq tafsir qilgan. Bu oyatni zodi Alloh alim o'qimaymiz. Alloh taolo qo'yib qo'ymiz. Ha, julus yoki bunda istava. İstavani bir bekitib qilib, istava yaliqu bidati deganlar bor. Bu julus deganlar balki yo'qdir. Salafning. Mesela hech qanday ahamiyat yo'q ekan. Hozir shu masala umum davranı silib jidallolab nesh taraf qilib ketdi. Ondan aqidaning zodi shu eng muhim qismidek bir narsaga taqlid masalada aylantirib qo'ydi. Amaliyotda bu bunda muhim masala bo'lgan bo'lsa, Alloh taolo aniq qash muhkamdan bir taraf qilibdi. Lekin Peygamber'in kelib Cibril shunda so'rab qilganim al-iman val islam ma bayan qilib bo'ldi. Lekin ma'no aslan bayatni degandek xil hikmat bilan Alloh taolo bunga qo'yib qo'ygan narsa. Xuddi mana nurg'on ixtilofiy masala bor. Shu Alloh taolo bunga qo'yib qo'ygan. Mesela yüz öğretmezmi? Muhimda talaş tartış bulduğanlıkını Allah Teala bilirdi. Allah Teala nisbeten o ütmüş vakıda gelecek berber. Diken bunu kaç bir taraf kılıyor buna da yüz diyen evret ya yüz diyen evret emez inip bir ayet şimdi de ya Resulullah'ın hadisi inip demedi şuna ama demek ki muşunda koyup koyar. Bunda bahs kıyılsın son bahçın ne kıldı Allah yüzünü yapsın. Sen ne kıldı Allah bunun misal bir ölçüp bolsun. Yüzünü eşitini kıldı. Da bunda koyup koyar. Olmasa Allah Teala ve ma kana rabbuka nasiya. Bu yüzden öğrendiğinde muhim narsa olsa bunu unutup kalıp demeye ötüp etti mi? Bu da ihtimallik ayetlerden ötüp ketken bunda şu muydu?
Yüz öğret ama saatine kadar talaşlar bulup geldi, kıyamet kadar bulduğum bu. Yüz öğret dedi Allah, öğretemez dedi Allah. Bunda tutuşma adamdı. Allah'tan huzuru bağlan çağdan da Allah Teala ayırışı mümkün. Ya işkilisten kilakma Allah sevap da koyuşı mümkün. Ama alaka Beni Kureyza'da esir okuş meselesi boğan koşar. Uluhiyat'ta Türkçe'nin tasarruflaşmış ilmi kalamına faydalı olsa kulluk. Ben uçundan aslında düşünüşün kendince tahlil kılıp kıysak mı ilmi kalam denge. Kalam. Siz de bakımız doğru çıkış mümkün, doğru çıkması mümkün. Çünkü bundan da Allah-u Alem'de ötep geçsek olur. Dike ilgiriki sebeplerinin şurada yani tevil kıygalı var. Bu ayet olması başka ayet ne? Mesela veca Rabbuk diyen veca emr Rabbuk. İmam Ahmed'in veca emr Rabbuk de tevil kıygalı. Tevil kıygalı da. İmminkum billah variduha degan şu ayetni birinchisi shunda hamma insonlar do'zaxga qachonday kirdi deganlik olmaydi deb birinchisi ekan payg'ambarning ta'vil degan oyatning zohiridir ma sulhqidagi ta'vil ma'nosida zohirda masalan imminkum billah variduha shu umuman qanday bir inson shu variduha deganni ma uyg'urcha undan tushunib ko'rish mumkin. Sizlerin garip karşınızda kim aytanmaydı o diyendek. Bu vurud diyersler. Su boyuğa su işkili verişini var. Bu arada el-ibul el-ma'di. Su boyuğa su işkili kese. Suyun işi içmeydi bunda. Yokulup boyunu tutup işilen gel. Ya çilek su ağırı bağ demesi. Ya dünya tutup işkili bağ diye. Bu vurud demiş. Aşında boğan iken bunu kirdi de tesir koysa çatak çıkıldı. Sonra bir hadiste ve imminkum illa varida diyor. Bunda olsa çatak yap. Şunda kirip otman nımıstan ne bir otman tepte bir teyip lan nukla tahilletul qasama. Allah Teala mında Kur'an'da diyendiken hem mesela bir bardo bağınken ondan şundan cillediğine demek anla iman ettiğin takdirlerine daha bir puanı kaçtı kutuldurmaz. Yapacağız. Dokunmaz yok yapaslar. Avradahunun naradiye naşat halazı dokunmaz çıkar. Dokul diyen çıkışı mümkün. Ya otman kaşı apadı diyen boş mümkün. Yok xuddi mesela su işkili bağlandak, otning mesela su akıdığına erikki bağlandak, yaki şu yanartağının mesela ergen şu çoğulu akıdığan östağının boygu bağlanlığı böyle disi buldu. Çok çiriş diyenle muayyen emez. فَأَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللّٰهُ Millette onun onda tefsirine, müstahil diyen tefsirine fakat Allah'ın bildi o. Bir şey toktap kalsak, illallah da toksa, mesela Er-Rahman alal arş tevar yanına mühendisine mesela, bu misal koyup göstersek, bunu mesela Allah bildi o deyin geçiyor. İnsan bilmeydi o. Ey la yehtedi ila te'vilihil hak yani, doğru hak tefsiriyle tapanmaydı o deyin geçiyor. Ellezî yecib en yuhmel aleyhi illallah. Demek aşı mezmunga apaz doğru çıkılgan, aşında mezmunga yetip varanmaydı bu. İzdim bir yere erişemeydi o. Fakat Allah'dan bildi o. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ Hem de illallah'da bir tohtu öter. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ nafi desek, bu başka mezmun çıkıdı o. İllallah وَالرَّاسِخُونَ da atf koysak, o rasikhun'u bildi o. Allah'ın bildi o, rasikhun'u bildi o. diye mani çıkıdı o. Şuna İbn Abbas radıyallahu anh'dan Ashab-ı Kahf'ın sahibi kaçıttı dep sorsa, Demek 8'de dedim ha. 8'de dep men aşı rasikhuna fil ilm ve yekuluna seb'atun ve thaminun kelbuhum illa qalilun. Aş qalil gel rasikhuna fil ilm. Men aş qalilinin cümlesinden bilmem ona. Çünkü ayette hamsatun ve sadisuhum kelbuhum. Ve 8'de ilgili kelimede rajman bil gayb. Bunu bir kılamlı hatalık kellik'e bir işaret var. Kargılaçı da dapakıdır dedik. Ahirken rejmemiz gaydımız. Ve teminun kelbuhum. Muslima Arap dilde 8 diyen san tuluksan. Bak Uygurca 9. 9'u terdeyimiz. Yani mükemmellikine bildiren sanna ise 9. Uygurca'da. Tulukluğunu bildiriş onundan 9 misin? 30 diye 9 kalganda 9'u terdeyim ama da ne var? Arapçada 8 aşı tuluk sanırım. Buna ben 8 diyen sanımda bazılar kayyan çağının tuluk kımağını adra başından çift tefsiri kullanıyor. Semaniyete eyyâmin. Kudda şu tuluk sandıkı derken. Kur'an-ı Kerim'de neçedi var. Ve varrâşıgûne fil ilm. Hem de
Allah bildi ve rasiklik bildi desek mi buldu mesela? Ya kim de Allah da bildi başka da bilmeydi de toktuğup hem de çoğun alimler manda deydi de ayakımında kiyinki içetivetsek mi? Vellezine rasahu ve etebatu fihi ve temekkenu mustahkem ilimge erişip yitilgenler ve addu fihi bidirsin qata yani ilimni çın işlegenler, çın işlegenler gibi hem de çın tutkanlar. İlmi kaide boyunca bunda mınıp tuğallar demekçi. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مُسْتَأْنَفٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ Bu yeni başlangan söz mü? İllallah dep gep tügüdü ayet. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ dep yeniden gep başladı. وَالْوَقْفُ عِنْدَهُمْ عَلَى قَوْلِ illallah. Demek bu illallah dep bir toktuğutu da öyle. Demek şu وَالْوَقْفُ وَالْاِبْتِدَانın tefsiri boğan çetişti var. Bayatımız ne oldu o? وَفَسَّرُوا الْمُتَشَابِهَ بِمَا اسْتَأْثَرَ اللّٰهُ بِعَلْمِهِ Bular müteşabih diyen ne ise bu Allah Teala bunu bendisiki bildiğimigen manisini öz huzurda saklap kalır. Bu da alal arş isteva degandek. Mesela bu şuna Allah Teala bunda manisini bildirmey bu sözünü bunda qilib qo'yib, manisini bildirmey bunda qo'yib qo'ygan oyat desek, mushu ana müteşabih deb qaraydi. Ve huwa mubtadaun indahum. Mushad والراسخون في العلم مبتدا خبر يقولون آمنا به وهو ثناء منه تعالى عليهم بالإيمان bu anda aşularının sözünü nakl qilish orqali madiyalashdi bor. Bu da mushunda benden. Bilmaydigan narsani bilmayman dedi. Biz iymon etdik. Buni ma'nosini biz uqmaymiz. Va i'tiqadul haqqiyati bila takyif. Mush oyat haq. Allah nazil qilgan deydi. Lekin bu qandatda buni uqmaymiz deydi. Keyfi to'g'riliq so'z qilmaydi. Va fa'idat inzal mutashabih al-iman bihi. Mana mutashabihni tushirishning yana bir maqsadi foydasi yuqorida ikki nima qilgan sinab qilganda endi olimlarning martabasini ko'tarish degan bu yerda iymon etish degan sinabga chetishga qildi va i'tiqod haqqiyati ma aradallohu bihi demak alloh taolo nima maqsad qilgan bo'lsa shu haq zodi deb e'tiqod qilish va ma'rifat qusur afham al-bashar an al-wuquf ala ma lam yaj'al lahum ilayhi sabila ma ma'luna tezikam u insonning aql idrok tushunmaydigan ojiz qiladigan narsani mujunda narsani akagandan aqlim shu chekkan deb andan tunib yetisiz deydi. Bo'lmasa hammani bilaman mana oyatning hammani tushunaman, hamma ishni bilaman deb ko'ranglab ketsangiz. Bunda tushunmaydiganni akab qo'ysa, andan bizning aqlimizmi hammaganda qilolmaydi ekan deb haddimizni bilmaymiz deydi. Ve yuaddiduhu qiraati Ubay. Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu unda qiraati va yaqulur rasikun. Unda qiraat var. Ve ma qiraatga asosan bu istinafiya oldu. Mustanaf deganning dalili ma'lum. Ve Abdullah yani Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu in ta'wiluhu illa indalloh deb qiraatdi. Ve bunda shu qiraat hozir mustanaf ekanligini ko'rsatdi. Ve minhum man la yaqifu alayhi. Endi ba'zilar bu yerda to'xtamaydi ekan. To'xtamasliklar lekin unda boshqacha ta'sir qildi. Birinchi ko'rib tikildek ta'sir qilmay, asallikda qilmay, bu jumhurning ishidimi ana? Uning nimasi to'xtamaydi. Va yaqul bi anna rasikh fil ilm ya'lamun al mutashabih. Yani hozir va minhum deganda shu ulamaning jumhurning qarshiligi deylar buni. To'xtamaylar. Va ma ya'lamu ta'wilahu illa Alloh var rasikhuna fil ilm degan. Buning ma'nosi nima? Katta olimlarmi mutashabihning ma'nosini biladi. Xuddi Ibn Abbas 8 deb nimani ashab-ul kahfni deb biralgandek. Mesela shu Ar-Rahman al-Arshdan mutashabih desak, ba'zi olimlar bildi buning ma'nosini degan gap. Wa yaquluna kalamun mustanafun muwaddihun li hal ar-rasikhin. Wa yaqulun degan ma ibaranda mana. Ar-rasikhuna fil deb qilib yaqulun deb keldi. Demak va ibarat yaqulun demoqchi edi. ومنهم من لا يقف منهم من غلق يقولون يعني فعل أماسون يقولون يعني مش عبارة يعني مش أصلق لا نمدب شندريكم منا والراسخون في العلم الله معطوف الراسخون في العلم متشابه بالله ده عند يقولون يعني نمديس يقولون يعني بيهم başlanan söz demek والراسخون في العلم دبر توصله عند يقولون demek راسخون في العلم بلده بلا بلده هم من دا نيدو ve yaqulun kalamun mustanafun muwaddihan li hal rasikh. Bu rasikhullah biladigan ma'lum. Bunun ahvoli qanday ekan desa, bular ashu mutashabihni bildigan ashu olimlar mundaq deydi deb ahvolni bayon qilishga iborat.
آمنا به أي بالمتشابه أو بالكتاب. يعني biz Kur'an'da iman keltirdik. Muteşabihinin müşan iman keltirdik. Ma'nisini bilmez. Allah'ın kelgan rast. Bilgimizga iman keltirdik deganda. Ya ma'nisini bilmez. Hozir bu yerda iman, bu yerda ma'nisini bilishga emas. Shu mutashabih Allohdan kelgan oyat bu. Lekin men bilmayman uning ma'nisini. Kullun min indi robbina. Siz bilinmay qolgan mutashabihmi? Men bilgan, siz bilinmay qolgan mutashabihmi? Siz hammalar bilgan muhkammi? Hammasi Allohning huzuridan kelgan oyat. Lekin siz ma'ni bilinmaysiz, men bilaman demoqchi. Min indillahil hakimillazi la yatanaqadu kalamuhu va ma yadhakkaru illa ulul albab. Buningdan shunda ikki xil chuyda, buningdan nurg'un hikmatlar bor. Buningdan faqat aql egalarilar va'z nasihat elib foydalanadi. Ashabul uqul, yani ulul albab degan ashabul uqul. Va huwa madhun lirrasikhin. Demak, mishada ulul albab degani shu rasikhin odamlar qarqilar. Rasikhinni ajinda malilarni aql egalari bilan. Bi ilqa'i zihni va husn ta'ammul. Demak, bu zihnni ishiltib, kallasini ishiltib, tafakkur qilib, mulohaza qiladi bular. Va qila yaquluna halum lirrasikhin. Manda tafsirim qilindi. Yaqulun degan rasikhindan bir hal. Ya'ni والراسخون في العلم يقولون قائلين من ده قائلين من ده دب تردغان راسخل بلدو ديما راسخون في العلم عمده özünü bilden dal özünün kadrini bilmesi alim bulamay rasikhlan bulmaydı. Şuna Hazreti İbn Abbas'ma maaş rasikhun fil ilm degan mana. Men bilimmişim degan. Bundan başqa aşında Allah Taala dastlabki davrda olsun, keyingi davrlarda olsun Allah Taala shu ilim xazinasini darvozasini ichayotgan zotlar bo'lishi mumkin. Ma halim narasini tushunib taqada o'randi. Hozir farqi varrasixuna falan bunda deb turadigan rasixlar ham bo'ldi mana. Halim narasixin, ha? Bunda deydigan rasixlar ham bo'ldi. Ma halim narasixin desak, ya'ni amanna bihi kullu min indina deb bunda deb turadigan rasixlar buni Allohga o'xshash endi biladi. Allah aslında tarihini bilgandek bunu biladi degan bo'ldi. Endi hal muvaddih degani birinchisi rasikhullah shunda holatda bu haqlar. Birinchisi muvaddih li hal ar-rasikhin degani bi ma'na haula al-alimuna bit-ta'wil yaqul. Yani ash olimlar bunda deydi degan bo'ldi. Ha? Va mushanda ash rasikhning bir ahvolini bayon qildi. Lekin bu halim ar-rasikhin bo'lib qolsa va katta olimlar yani mushunda deydigan katta olimlar biladi. Unda demaydigan katta olimlar bilmaydi deganda. Bunda deb turdiganlar biladi. Xuddi shuni uni da'vatgan holatida andim bildigan. Ilmni buyuk Allah. Ikkisini farqi bor. Men hozir ikkisini farqini tushundim. Lekin tushuntirishda undan tushundiraman. Mana bima'na birinchisi qaranglar. Muvaddih li hal ar-rasikh bima'na haula al-alimun bit-ta'wil yaquluna amanna bihi. Men normal gap shunami? Endi ikkinchisi deb qolsa والراسخون في العلم القائلين degan bo'ldi. Ikkisini o'tirib farq bor. Shunday ekan, Robbana la tuzigh qulubana. Demak, hozir ash degan so'zning davomi bu. Amanna kullum min indi robbina. Endi yanimda edi Robbana la tuzigh qulubana. Bunda duo qildi yana. La tumilha anil haq. Haqdan u ham bu yoqqa qaritib qolmagan. Ya'ni dilimizda shunda mayillikni yaratish orqali, o da kelganda al-qalb بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك على دينك. Bu aşı yaqulun rasikhun fil ilm diga bo'lim taqdiri. Ha, shuni oygadir. Unda olsa shu tavbah qilsa bo'ldi degan kislar qilsa, ashkatni qo'yilmada tavbah qilsa, qalbimizni batıl uratmagan, burada yaqinga to'g'ri mayl qilgan degan haqiqat bo'lsin deganda. Demak, hozir mushu ash so'zning oyig'i desak shudir. Ha? Min tatimmati kalam ar-rasikhin. Yoki u gap tugida hozir Allah Taala uning gapini bo'g'vatdi. Ondan sizlar menda danglar deb ta'lim. Bir oyatda zuqa Allah Taala ya'ni so'g'anga munda tilganni berdi. Lekin bandalarga menda tilangda tilashning yo'lini o'tib qo'ydi zuqa. Va shu tilashning yo'lini o'tib qo'yishdan iborat bo'lishi mumkin. Ya'ni qulu Rabbana la tuzigh qulubana. Demak, manda ma'vo va xatarlik ish ma'vo. Sizlar ham buni saqlash uchun bunda duo qilib turinglar. Bunda ikki ehtimollik bor. Rabbana la tuzigh qulubana la tumilha anil haqq bi khalqil mayl fil qulub ba'da id hadaytana
Demek biz muhkem ayetler arkalı hidayet tepip hem iş yargıç oldu. Yani muteşabetin biraz düzkep kalsak biz ezip gitip kalmayla bizni saklışlarını. Lil amel bil muhkem ve teslim lil muteşabet. Demek biz muhkemge amal kılmayı vereyle sizin hidayetle bilen. Yani muteşabet kalsan baş üstüge de koyup gidivereyle. Ve heb lana min ledunke rahmet. Yani öz huzurundan bizge bir rahmetni berip etkin deydi. Min indike ni'meten. Yani min ledunke degan ama bir xilamda nima tafhim shu. Odatga nereden bo'lsa bir rahmat emas. Bunda yodillam akab qo'yar rahmat emas. Allohning huzuridan chiqqan rahmat. Allohning kattani huzuridan chiqqan rahmatmi katta bo'ladi. Min indike ni'meten bit tawfiq va tathbit. Muvaffaq qilish, mustahkam haq tuturish, shuningga muvaffaq qilish orqali bizga rahmat ato qilgin. Innaka antal wahhab. Bu hozir shunda tilashninki bir bahonasi. Nima uchun bunda tilovat emas? Chunki o'zlari bunda davomli sababsiz berib turadigan ato qiluvchi zot. Wahhab degan unda sababsiz bo'lsin, sababsiz bo'lsin, nurg'un berib turuvchi. Wahhab shu siga mubolag'a. Yurib turdi. Ba'zida biz dunyoda qanday qilamizda bir munosabatimiz sabab bilan hadiya qilamizga Allah Teala anda sebeplerimi verdi. Sebepsiz mi? Hata kılıyordu. Ha verdi. Birisi verdi. Sonra Melikil Muluk idâ veheb la tes'alanna anis sebep. Allah yu'ti me yeşâ kif ala haddil edeb. Mesela bana nurgun mal dünya verdi. Bununla bir sıkıvap mı? Şunda atiyan dışkıdıka açma mı? Şunga okşasını kılan bunun da soluk kızılandı. Men ondan bununla Allah Teala'nın öktüğü yok. Ama o yüzden mülki. Özün mülkine kanda vermezse, halganç vermezse onun itirazı yok. Bu enerjisizlik oldu itiraz kılış. El-Vehhab min kathirul hibe vel aya min mekulur rasihin. Bayatın bu. Sözün devamı diyen tefsir boyunca. Ve yahtemiluhul istinaf. Mana yani yeniden başlanan bir cümle bulaş ihtimalım var. Yani sila manda danla. Ügütüş yani. Talim ve irşad buluşu mümkün. Yani kulu Rabbana la tuzigh qulubana. Ve kezalike allati ba'daha. Ma ki Rabbana inneke cami'un nas mı? Şunda o'xshash ihtimal var. Rasulunun duasının devam bo'lishi mumkin yoki Alloh taolaning irshad ko'rsatmasi bo'lishi mumkin. Ve hiye Rabbana inneke cami'un nasi liyawmin la rayba fihi. Ey Parvardigarimiz, sen bütün haloyiqni shunda shak shubhasiz keskin zodi aniq bo'lgan shunda bir kunga to'g'rilab toplug'uchi sen dedi. Tecmaun li hisab yawmin. Bir kundagi aşı hisob kitob qilishga to'playsan dedi. Aw li jazaa'i yawmin. Yoki mukofot jazo berish uchun. La rayba fihi, la shakka fi wuqu'ihi. La rayba fihi, la shakka fi wuqu'ihi. Yani bu la rayba fihi degan amaliyotdagi voqeadan xabar qilayotgan shu. Yani xuddi yanbaghi alla yushakka fihi degan. Amaliyotni rayb qilganlar bor. Qiyomat degan gap quruq gap deganlar bor. Shak qilganlar bor. Lekin ya'ni bo'lgan nima? La rayba fihi, laysa min haqqihi yushakka fihi. U shak qilmas kerak, unda bir aniq bir ish bu degan. İnna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Mi'ad hazır bu masdar. Yani miqat degandek. Mi'ad yani miqat degan o'xshash masdar bu. Va'da yani mav'id demakchi. Anda bir vaqt belgilgan bo'lsa, bir o'rin ya vaqt belgilgan bo'lsa, uningga shu so'zni turdigan, va'zini bekor qilib o'tmaydigan zot. Inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad. Mishada shu yuqorqilarning so'zimi, istinafimi deganga balki ishorat bo'lishi mumkin. Innalloha la yukhlifu al-mi'ad. Ya duo bo'yicha bo'lsa innaka la tukhlifu al-mi'ad bo'ladi. Tushunaman? Alloh taolaning so'zi olib qolsa inni la ukhlifu al-mi'ad bo'ladi. Innalloha la yukhlifu al-mi'ad. Yana hozir Alloh taolaning ismini aniq dedi. Innaka deb qo'ymadi. Innahu demadi. Innalloh dedi. Nima uchun? Bu birinchi ya iltifot bor. Yani xitobdan hozir nimaga o'tkazdi? G'oyib qilishni ama uchinchi shaxsga o'tkazdi. Ikkinchi shaxsdan uchinchi shaxsga. Bu bir. Ondan damir keltirganlar ismi zahirga keldi. Bu ma'na kamal al-i'tina. Wal ma'na anna al-ilahiyya tunafi khulf al-mi'ad. Yani ma'na chunki dedi. Chunki Alloh taolo unda va'zisini buzatmaydigan, va'z turadigan zot to'g'ri ekanki, ilahlik sifati
va'da tutmaslikka zid zot. Va'da tutmaslik insonlarda nima uchun bo'ladi? Yani acizlikdan, yani bir nacharlikdan, yetishmaslikdan, mashg'ullikdan bo'lsin ama Allah Teala'nın sözü var, hammamiz bakar. Allah Teala kamalat iyisi. Davamında o halkul vaadi qilgan bir ahvol yo'q. Kaqavlika innal jawada la yukhayyibu sa'ila. Xuddi masalan sehi adam degan, tirigan kishi, bir narsa so'gan kishini qo'rqib turmaydi degandek. Balki anda o'sha Robbana innaka jan duoning oyog'i bo'lishi mumkin. Buni so'gan chaqda anda suzliqdan so'rabdi. Xuddi tirigan odammi sizlar hech qachon bir narsa so'gan kishini quruq qo'l qaytmaydigan odatlari borda. Şunu so'rab ketdim degandek, nimaga tuxtilmiya deyish orqali cho'qim bunda qilib qo'yasizlar deb so'ramoqchiman. Madiylar, ay la yukhlafu ma wa'ada al-muslimina wal kafirina min at-thawab wal iqab. Ya'ni Alloh taolo la yukhlifu ma wa'ada al-muslimin. Musulmonlarga va'da qilgan mukofotlarni vujud chiqaradigan, kafirlarga va'da qilgan jazoni vujud chiqaradigan bunda zot demoqchi. Demek aşında ma'nili bormi? Va'da qilgan, biz bunda iymon etganlarga jannat berganligini va'da qilgan desak bo'ldi. Ama biz bunda iymon etdik, andın buni ibtig'a ta'wili, ibtig'a fitna qilmadi. Har xil mazmun chiqadi. Innallazina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wa la auladuhum min Allohi shay'a. Bu hozir kafirlarning ahvolini bayon qilyapti. Mu'minlar nima deydi? Başında dedi, yani Rasulun fil ilmindar yani ki, kafirlerin dedi, innellezine kafaru, yani Resulullah'ı tanıgallah, Allah'ı tanıgallah, Kur'an'ı tanıgallah, kıyamet gününü tanıgallah, dedi ki, lan tuğniya anhum emvalum ve la evladum minallah. Dünyadaki şu ferzatları, mal mülkleri kalkenmeydi. Allah Teala'nın azabıdan, rezibidin onu kovda kolanmaydı. Hiç ne? Kılçımı bir nasi kalkenmeydi dedi. Ve ulaika hum vaqudun nar. Aşular, aşkafirlar dozaqninki yaqilg'ularidir. O'tqa qalaydigan narsalar edi. Vaqud degan yaqilg'u deymiz. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.